Toshkentdan atigi 8 soat uzoqlikda mana shunaqa adrenalinga boy bo'lgan chiroyli manzarali manzil borligini bilamidinglar? Videoni oxirigacha ko'rsanglar aniq manzilni aytib o'taman. Bu yerda shunaqa oynali ko'prik, juda ham baland bo'lgan sharshara, oynali ko'prikni dumalog'i va to'rli ko'prik ham bor ekan. Hammasiga chiqib ko'rish uchun tepaliga chiqishni boshladik. Birinchi bo'lib kichkina sharsharaga duch keldik va tepaliga chiqishda davom etdik. Teparoqda ham shunaqangi ajoyib sharshara bor ekan. Manzarani zo'rligini qaranglar, bu yerda fotosessiya qilishinglar mumkin ekan. Birinchi bo'lib uzun bo'lgan oynali ko'prikka chiqdik. Keyin yana tepaliga qarab yurishda davom etdik va sharsharani tepasida joylashgan oyna ko'prigiga chiqdik. Yana va yana tepaliga chiqishda davom etdik. Manzarani chiroyliligini qaranglar. Mana bu to'rli ko'prikka vesim to'g'ri kelmagani uchun chiqarishmadi. Men ungacha karta olib turdim va hammamiz pastligiga qarab shunaqa attraksionda tushib oldik. Qornimiz ochib, obed qilishni boshladik. Albatta, obedimiz limonxis sharbatlarsiz o'tmadi. Keyin shunaqa kaska va balonchi nimchalarni kiyib olib, adrenalinni maksimal darajada olishga ketdik. Adrenalinni yomon bo'lib ekan. Mazza qilib o'rganimizdan qaytib kelib yana bir marta qayiqqa chiqdik. Oxiri shunaqangi suv jangi bilan safarimiz nihoyasiga yetdi. Bu joyi manzili Xitoy Guanzhou shahridan 2 soatlik uzoqlikda joylashgan.